Allo, assalomu alaykum. Maqtana kimmi qizim? Xursanoy onajon, siz o'zingiz bo'lasizmi? He. Yaxshimisiz onajonim, sog'-omonmisiz? Bugungi shodiyonali He. kunlarni a'lo darajada o'tkazyapsizmi? He. Salomat bo'ling. Onajon, bugun tavallud kuningiz ekan. Sizni kutilmagan qo'ng'iroqlar loyihasidan tabriklab qolamiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha quvonch va baxtlarga to'lib yuring inshaalloh. Rahmat. Salomat bo'ling onajonim. Bugungi Salomat. tavallud ayyomlari munosabati bilan yaqinlaringiz sizga tabriknoma yo'llashgan. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomani sizga kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Bugun sizga yaqinlaringiz tabriknoma yo'llashgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomani sizga kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Nabiralarim. Mashalloh. Qaysi birlari? Mahunur, Shabona. Mashalloh. Rayhon. Mashalloh. Juda ham to'g'ri. Onajonim, bu Shabbonaxon nevarangiz nomlaridan edi. Ular sizga eng yaxshi tilaklarni yo'llab qolishgan. Undan tashqari sizni Fayzullo otamiz, farzandingiz Sirojiddin, keliningiz Dildora, Dilnavoz, nevaralaringiz Shabbona, Mohinur, Shukronaxonlar hamda Bahoraxon, Muhammadali, Doniyorlar, Imronbek va Rayhonaxonlar, Yulduzjon, Davronjonlar, barcha yaqinlar ushbu ayyom bilan sizni tabriklab qolishgan. Rahmat. Sog' bo'lsinlar, iloyim ularım. Hammasi meni yoshimda shunday yoshlardan o'tib, qarib, piribadavlat bo'lib yursin ularım. Siz ham. Rahmat onajon, ilohim Sizam sizni yoshingizga yetib yuraylik. Rahmat. Mayli, sizlar ham shunday bo'lingizlar, iloyim. Onajon, ushbu nabirangiz nomidan kelgan tilaklarni o'qib eshittirsam qarshi emasmisiz? Yo'q, ayting. Marhamat unda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mening mehribonim, buvijonim, jannatim o'zimni. Sizni bugungi payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan tabriklayman, mehribonim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman, buvijon. Hamisha baxtimizga sog' va salomat bo'ling. Har bir kuningiz quvonchdan, baxtlardan iborat bo'lsin. Mehribonim o'zimni. Alloh panohida bo'ling, bu dunyo turguncha turing deyman. Duogo'yim, mehrdaryo farishtam. Bizlarning vaqtimizga doimo sog' omon bo'lib yurishingizni chin dildan xohlayman. Siz hayotimizga quyosh kabi nur sochib, har birimizni tinchlantirib, yuksaklikka yetaklab turasiz. Sizning donoligingiz, tajribangiz, aytgan har bir nasihatlaringiz biz uchun benihoya qadrlidir. O'tgan yillar davomida hayotingizda ko'plab sinovlardan o'tdingiz. Ulkan sabr va chidam bilan barchasiga sabr qildingiz, chidadingiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Aynan mana shu sabr va bardoshingiz bilan bizga qanday inson bo'lishni o'rgatib kelyapsiz. Buvijon, siz nafaqat ajoyib onasiz, balki mehribon buvimiz, do'st, maslahatchimiz, har birimizga o'zingizning shirin va dilkash suhbatingizni, samimiy tabassumingizni hamda ibratli bo'lgan maslahatlaringizni aytasiz. Bugungi muborak kuningizda sizga sog'lik, salomatlik, tinchlik va baxt tilayman. Yana ko'p yillar davomida bizning yonimizda bo'lib, qalbimizga iliqlik baxsh etishingizni xohlaymiz. O'zingizni asrang. Har doim shunday kulgu va nur sochib yuring. Sizning yoshingiz ulug' bo'lishi bilan birga qalbingiz hali ham mana shunday yoshlik va jo'shqinlikka to'la bo'lsin. Boshim qo'yay bugun xo'yu poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim, tanhoginam, jonajonim, boringizga shukr mana bu jonim. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz. Pok iymonim, yorug'yuzim, himmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz. Boringizga shukr mana bu jonim. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan. Ibrat olsin sizni umr yo'lingizdan. Aylanay men bolam degan tilingizdan. Boringizga shukr mana bu jonim deya ushbu tilaklarni yo'llabdilar. Bu jon sizni ham Shabbonaxonga aytar so'zlaringiz bo'lsa marhamat eshitamiz. Shabona qizim sog' omon bo'lsin. O'qishlari eng zo'r baholarga o'qib tugatsin, iloyim. Yil talaba bo'ldi meni qizim. Bu yigitga kirdi. Dimog'im choq shundan. Yaxshi inson bo'lib yetsa degan umiddaman.
yaxshi joylarga kelin bo'lsin iloyim. Ilohim. Sog' omon bo'lsin har doim. Ota-onasini quvontirib, sevintirib yashab yursin har doim. Baxtli bo'lsin. Ukalari, singillari ham baxtli bo'lsin iloyim. Ota-onasi ham. Yangi yillarda hammasiga sog'lik, omonlik tilayman. Meni yoshlarimdan ham o'tib, ular ham mana shunday yoshlarga kirib, nevaralari ularga mana shunday yaxshi shirin tilaklar bildirib yursin iloyim. Ilohim, aytganingiz kelsin onajonim, salomat bo'ling, omon bo'ling deymiz. Mana shunday yaqinlar vaqtiga har doim o'zingizni ehtiyot qiling. Buvijon, hamisha sog' va salomat yuring. Sizlar ham sog' bo'linglar. Rahmat aylaring. Sog' bo'linglar. Jonimga jon mehribon onam o'ynasin, ko'nglini qilib osmon ona